Bugungi darsda Gitni o'zgarishlarni orqaga qaytarish bo'yicha imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz. Dars davomida Gitni restore, revert, reset, reflog kabi komandalardan foydalanishni o'rganamiz. Git restore komandasi bilan working treedagi o'zgarishlarni orqaga qaytarishimiz mumkin bo'ladi. Agar bu komandaga argument sifatida bironta faylni pazini beradigan bo'lsak, faqat shu faylgagina tegishli bo'lgan o'zgarishlarni orqaga qaytaradi. Argument sifatida nuqtani beradigan bo'lsak, working treedagi hamma o'zgarishlarni, hamma fayldagi o'zgarishlarni orqaga qaytaradi. Working treeda qilgan o'zgarishlarimizni git restore orqali agar bekor qiladigan bo'lsak, bu o'zgarishlarimizni hali git tomonidan hisobga olinmaganligi uchun bu o'zgarishlarni keyin biz qaytara olmaymiz. Shuning uchun juda ham ehtiyot bo'lib ishlatishimiz kerak bu komandani. Git add komandasi orqali staging arrayga qo'shib bo'lingan o'zgarishlarni git restore komandasiga -staged optionini qo'shish bilan orqaga, ya'ni working treega qaytarib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bu staged arrayga o'tkazilgan o'zgarish hali oxiriga yetmaganda, unga yana qo'shimchalar qilishimiz kerak bo'lganda yoki bo'lmasam staged arrayda turgan o'zgarishlar bilamizki, hammasi bittada birlashib bitta commitni hosil qiladi git commit komandasi orqali. Agar bironta o'zgarishimiz u commitga ortiqchalik qiladigan bo'lsa, staged arrayda turgan o'zgarishimizni orqaga qaytarib turishimiz kerak bo'lsa vaqtincha, shunda ham git restore -staged komandasidan foydalanishimiz mumkin. Git commit komandasiga -amend optionini qo'shish bilan hamda qo'shimcha boshqa message yozish bilan oxirgi commitni messagini o'zgartirishimiz mumkin. Undan tashqari, biz bitta commit qilganimizdan keyin shu commitga yana boshqa fayldagi o'zgarishlarni ham qo'shishimiz kerak bo'lib qolsa, unda o'sha o'zgarishlarni avval staged arrayga o'tkazib olib, undan keyin ushbu komandadan foydalangan holatda staged arrayda turgan o'zgarishlarni oxirgi commitga o'sha commitni messajlarini o'zgartirmagan holatda qo'shib yuborishimiz mumkin. Bu joyda bitta e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihat bor. -amend optionidan foydalanish yangi commit yaratadi, ya'ni commitni hash'i o'zgaradi, eskisi o'chib ketadi. Shuning uchun o'zgartirishlarni faqatgina shared repozitoriyga push qilishdan oldingi commitlarda amalga oshirishimiz kerak. Push qilib bo'lingan commitlarni o'zgartirish tavsiya qilinmaydi. Git tarixidagi commitlarni birontasidagi o'zgarishlarni orqaga qaytarib qo'yishi eng xavfsiz usuli git revert hisoblanadi. Bironta commitdagi o'zgarishni to'liq bekor qilishimiz uchun git revert komandasiga o'sha commitni hash'ini beramiz. Bu komandadan keyin bizga text editor ochiladi message yozishimiz uchun. Nimaga? Chunki git revert bu commitni to'laligicha o'chirib tashlamaydi bekor qilmoqchi bo'lgan commitimizni. Shu commitga teskari bo'lgan yangi commit yaratadi va shu commitga biza message yozishimiz uchun editor ochiladi. Editor ochilmasdan default message bilan commit yaratilishini xohlasak, shunchaki no edit optionini qo'shib ketishimiz kerak. Buni xavfsizligi shundaki, mabodo biz agar xato qilib uni bironta commitni revert qilgan bo'lsak, bu oxirgi qilingan commitni o'zini yana orqaga qaytarib, avvalgi holatimizga bemalol qaytib olamiz. Bizani qilgan o'zgarishlarimizni o'sha xato qilib qo'yganimiz ham yoki eng oldingi orqaga qaytarayotgan commitimizdagi o'zgarishlar ham tarixdan o'chib ketmaydi, shunchaki ular orqaga qaytariladi yangi commit sifatida. Commitlardagi o'zgarishlarni orqaga qaytarishni yana bitta yo'li git reset hisoblanadi. Git resetdan foydalanganimizda biza avvalgi turgan joyimizdan bironta commitga qaytamiz va oradagi commitlar bekor bo'ladi. Shu orada yo'qolib ketayotgan commitlardagi o'zgarishlarni ustida nima amal bajarishiga qarab git reset 3 xil rejimda ishlaydi. Git reset komandasiga -soft optionini qo'shib ishlatadigan bo'lsak, bu bekor bo'layotgan commitlardagi hamma o'zgarishlarni olib staged arrayga qo'yib beradi. Hech narsa yo'qolib ketmaydi, ularni qaytadan yana commit qilishimiz mumkin. Yoki working arrayga o'tkazib, o'zgartirib yana qaytadan staging arrayga o'tkazishimiz mumkin. Git reset komandasiga agar hech qanaqa option yozmasak yoki bo'lmasam -mixed optionini qo'shadigan bo'lsak, bu bekor bo'layotgan commitdagi hamma o'zgarishlarni staging arrayga emas, working treega, ya'ni biz ko'rib turgan shu fayllarimizga o'tkazib beradi. Bu o'zgarishlarni keyin xohlagancha yana staging arrayga o'tkazib,
alohida boshqa commitlarga birlashtirsak bo'ladi. Git resetni hard rejimini ishlatish uchun unga --hard degan optionni qo'shamiz, lekin bu rejimi biroz xavfliroq, sababi bu bekor bo'layotgan commitlardagi hamma o'zgarishlarni shunchaki o'chirib tashlaydi. Git reflog bu headning har bir pozitsiyasini yozib boradi. Ya'ni biza head pointerimizni qaysi commitga yoki branchga o'tkazganimizda bu reflog tomonidan log sifatida yozib boriladi. Hattoki hard rejimda reset qilingan commitlar ham, o'chib ketgan commitlar ham 30 kun davomida localda saqlanib turgan bo'ladi. Ularni yana qayta tiklashimiz mumkin. Bugungi darsimizga qisqacha xulosa qilib o'tsak, git restore komandasi yordamida working tree da qilingan o'zgarishlarni bekor qilishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam --staged optionini qo'shish bilan staged arrayga o'tkazilgan fayllarni qaytib working tree ga olib o'tishimiz mumkin. Git commit -amend komandasi yordamida oxirgi commitimizga o'zgartirishlar kiritishimiz mumkin. Message'iga yoki bo'lmasam tarkibiga o'zgartirish kiritishimiz mumkin. Faqat e'tibor berishimiz kerakki, bu jarayonni faqatgina push qilinmagan commitlar ustida amalga oshirishimiz kerak. Bironta commitdagi o'zgarishlarni hammasini orqaga qaytarishi eng xavfsiz usuli bu git revert hisoblanadi. Bu komandani push qilingan commitlarga nisbatan ham ishlatsak bo'ladi. Chunki bu komandani yozganimizda tarix o'zgarib ketmaydi, shunchaki yana yangi bitta commit bilan biz qaysidir bitta commitni bekor qilgan bo'lamiz. Commitlardagi o'zgarishlarni orqaga qaytarish yoki qaysidir bitta commit holatiga qaytish uchun git reset komandasidan foydalansak bo'ladi va buni ko'rdikki 3 xil rejimi bor. Git reflog komandasi yordamida head pointerini har bitta yozib borilgan pozitsiyalarini biz ekranga chiqarib olishimiz mumkin. Bu bilan yo'qolib ketgan commitlarimizni qayta tiklashimiz mumkin bo'ladi. Version control tizimlariga bag'ishlangan darslarimizni yana bitta bo'limini tugatdik. Keyingi bo'limda remote repozitoriylar haqida gaplashamiz. Xususan git remote, git push, git pull, git fetch komandalarini ko'rib chiqamiz.